saodat asri qissalari. Buyuk Umarning Makkani tark etishi. Umar ibn Hattob ham hijrat qilishga qaror berdi. İlk musulmonlardan Ayyosh ibn Rabiya va Hishom ibn Oslar bilan birga Makka Yasrib yo'lini birgalikda bosib o'tishga kelishib oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan izn olindi. Ertalab hali kun chiqmasdan oldin Tanobut degan joyda uchrashishga qaror qildilar. Tanobut Makkadan 10 chaqirim uzoqda edi. Tonggacha yetib bormagan kishi kutilmaydi. Borganlar yo'lda davom etaveradi deyishdi. Tayyorgarlik ko'rish uchun uy-uylarga tarqaldilar. Masjidi Haramda baland bir ovoz yangradi. Bu yerda hozir bo'lganlar cho'chib boshlarini ko'tardilar. Menga quloq soling, ey xaloyiq. Albatta hayqirayotgan odam Umar ibn Hattob edi. Zotan undan bo'lak odam bunday ishga jur'at qila olmagan bo'lardi. Umar roziyallohu anhu o'q yoyini qo'liga olgan, qilichini qiniga solgan vaziyatda turardi. Hamma unga diqqat bilan qarayotganini ko'rib shunday davom etdi. Ey mushriklar, men ham hijrat qilishga qaror berdim. Yasrib shahriga ketmoqchiman. Orangizda onasini yig'latishga, xotinini beva, bolalarini yetim qoldirishga havasmandlar bo'lsa, ertaga kun chiqar paytda sharifga borsin. O'sha yerda kutaman. Bu e'lon eng baland pardalarda, kar ham eshitadigan darajada kuchli tovushla qilindi. Ammo kimsadan sado chiqmadi. Umar biroz kutdi. Javob bo'lavermadi. Ka'bani 7 marta tavof etdi. Atrofidagilar uni kuzatish bilangina cheklandilar. Tavofini tugatib, shahdam odamlar bilan masjiddan chiqib ketdi. Orqada qolganlar uning xatti-harakatlaridan o'zlaricha xulosa chiqardilar. Juda mard odam-da shu Umar. Osiy bo'lishi tugul, undan battar bo'lsa ham unga yomonlik qilishdan qochish kerak. Ko'rmayapsanmi, Abu Hakam? Ham lom mim demadi-ku. Oson ekanmi, axir bu lof emas, naq Umar-ku. Oralarida shunga o'xshash gap so'zlar o'tdi, xolos. Ayyosh bilan Umar roziyallohu anhu Tanodibda uchrashdilar. Hishom kelmagan edi. Qarorga ko'ra uni kutib o'tirmadilar. Darhol yo'lga tushdilar. Yasribgacha biron kor hol yuz bermadi. Shaharning Avoli degan joyida Umayya ibn Zayd o'g'illarnikida mehmon bo'ldilar. Ko'p o'tmasdan Abu Jahl ukasi Xoris bilan birga Yasribga keldi. Ayyosh ibn Robiyani topdi. U amakilarning o'g'li va ona bir ukalari edi. Yomon bir ish qilding, ey Ayyosh. Sen qaytib Makkaga bormaguningcha onang sochini taramaslikka, hatto soyga o'tirmaslikka qasam ichdi. Bechora onangni bu azobdan qutqarishing kerak, deyishdi. Ayyosh bu so'zlarga ishondi. Hazrat Umar oraga kirdi. Ey Ayyosh, zinhor ularning so'zlariga ishonma. Aldab seni yo'ldan urmoqchilar bular. Onang sochi qurt qumursqaga to'lgach, tarashga, quyoshning qizig'ida qolib boshidan kun o'tgach soyaga chekinishga majbur bo'ladi. Mening so'zimga kir, Makkaga qayta ko'rma. Ammo Ayyosh Hazrat Umarchalik irodali emas, buning ustiga uning zaif joyidan ushlashgan edi. Onam qasam ichibdi, dedi o'ksib. Aldanma, bu so'zlarning hammasi g'irt yolg'ondir. Bu odamlar hozirgacha doim yolg'on gapirib kelganlarini unutma. Abu Jahl jiddiy turib yana avvalgi gapini takrorladi. Onangga rahim qil, ey Ayyosh. Quyosh tig'ida o'tiribdi, qasam ichgani, soyaga chekinmasa ahvoli nima bo'ladi? Kim biladi? Balki hozir kunning tig'iga dosh bera olmay hushidan ham ketgandir. Aslida g'urbat hissidan, vatan hasratdan ezilgan Ayyosh ketish tarafdori edi. Men bu yerda senga qaram bo'lib qoldim, ey Umar. Borib hech bo'lmasa mol-mulkimdan olib kelay, dedi. So'zim so'z. Molimning yarmi seniki bo'lsin, birodar. Baribir ular bilan birga qaytib ketmasam bo'lmaydi. Hazrat Umar uni bu qarordan voz kechira olmasligini tushundi. Nochor do'stim, shu tuyam senga. O'zi zotdor, yuvosh. Bir minganingcha ustidan tushma. Biron shubhali narsani sezsang, qochib qol, dedi. Yo'lga otlandilar. Ayyosh onasini og'ir ahvoldan qutqarish va vatan hasratidan xalos bo'lish xayoli bilan hayajonda
Abu Jahl bilan ukasi esa uni bunchalik osonlikcha yo'ldan urganlaridan behad xursand edilar. Safar bexavotir davom etdi. Abu Jahl bu g'amxo'rligi uchun Ayyoshni alqar, onaning farzanddagi haqqi har qanday boshqa haqdan ustun ekanligini qayta-qayta ta'kidlar edi. Yo'lga chiqqanlaridan beri ora-sira suhbat Ayyoshning onasiga borib taqalar, har gal yolg'on yashiqlar ustma-ust taxlanar edi. Abu Jahl eng oxirgi kun boshidan suv quymagunlaricha hushiga kelmadi sho'rlik xotin deb xo'rsindi. Shunchalik bo'lguncha unga qarab o'tiraverdingizmi? Soyaga chiqarib qo'ysalaringiz bo'lmasmidi? Necha marta soyaga chiqarib qo'ydik, ammo koshki ko'nsa. Hushi keldi deguncha o'rnidan sakrab turadi-da, "Yoqding meni Ayyosh" deb baqirib yana quyoshning tig'iga chopadi. Horis qo'shimcha qildi. Aslida o'ylab qarasang, biz nafaqat onangni, seni ham qutqarmoqchi bo'ldik. Chunki onang bevaqt o'lib ketsa, sening boshingga biron kulfat tushishi begumon. Kim biladi? Seni ko'rsa, onang boyaqish rosa suyunsa kerak. Sen ham yaxshi hayot boshlasang ajab emas. Safar shunga o'xshash suhbatlar bilan davom etdi. Makka ga yaqinlashdilar. Oldinda Abu Jahl bilan Xoris, Ayyosh ularning orqalarida. Bir mahal Abu Jahl bizning tuyamiz rosa charchadi. Tuyalarimizni almashtirsak nima deysan? deb qoldi. Ayyosh bu taklifga rozi bo'ldi va tuyasini cho'ktirdi. Shu orada bir-birlariga ma'noli qarab olgan aka-uka to'satdan unga yopirildilar. Ayyosh ikki kishiga bas keladigan darajada baquvvat emas edi. 2 daqiqa o'tib o'tmay oyoq qo'li bog'liqlik holda tuyaga yuklandi. Abu Jahl Makka ga muzaffar qo'mondon kabi kerilib kirib keldi. Bir jinoyatchini qo'lga tushirgan shovvozdek atrofdagilarga mag'rurona ko'z tashlar, unga qarab turganlarga aqlingiz bo'lsa, sizlar ham ahmoqlarning ta'zirini mana shunday berasiz deb baqirar edi. Dastlabki jazo sifatida Ayyoshga 100 qamchi urildi. Onasining soch taramaslikka qasam ichgani haqidagi safsataga ishonganiga ming pushaymon bo'ldi. Qo'l oyog'i bog'langan holda qamab qo'yildi. Hijratga bular bilan birga chiqishga kelishgan Hishom ham tutilib qamalganini shu yerda bildi. Qamoq hayoti o'z nomi bilan qamoq hayoti edi. Bu yerda hech kimning beklardek kun kechirishga izn berilmas, to'xtovsiz ravishda jabr va sitam yetkazilar edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu ning nasihatiga quloq solmagan va Abu Jahldek bir axloqsiz mushrikning so'zlariga ishongan Ayyosh bundan boshqacha jazolanishi mumkin emasdi. Hazrat Umar bilan Abu Jahl ikki qarama-qarshi qutbga o'xshardilar. Biri haq va adolatning, ikkinchisi jaholat va tushkunlikning timsoli. Haq va adolat g'olib kelgan joyda Umar, shirk va fisq va fasod avjiga chiqqan joyda Abu Jahl hukm surar edilar. Hazrat Umar ham, Abu Jahl ham o'zlari mansub bo'lgan qutbning eng mukammal vakillari edilar. Haq va adolat mavzuida Hazrat Umarga, pastkashlik va razolat mavzuida Abu Jahlga bas keladigan kishi yo'q edi. Ayyoshning nasihatga quloq solmagani, o'zboshimchalik qilgani musulmonlar orasida noxush qarshilandi. Necha yillardan buyon musulmonlarga hisobsiz aziyatlar yetkazgan Abu Jahlning so'zlariga aldangani hech bir aqlga sig'mas edi. Tavba qilsa ham kechirilmasligi haqida bahslashdilar. Bila turib o'zini o'tga tashladi dedilar. Mus'ab ibn Umayr Sa'd ibn Muozning xonadoniga kelib tushdi. As'ad ibn Zurora esa Rasulullohning sallallohu alayhi vasallam amakilari Hamza ibn Abdul Muttalibni mehmon qilishga musharraf bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nur didoralari Ruqayyaga, uning umr yo'ldoshi bilan birga uydan joy berish sharafi Avs ibn Sobitga nasib bo'ldi. Shu yo'sin vatanni tark etgan va Yasribdan boshpana izlab borganlarga kutganlardan ham ziyoda izzat ikrom ko'rsatildi. Umr bo'yi birgalikda yashagan qarindoshlari, otalari, akalari, ukalari, hamshaharlari ularni quvgan bir paytda butunlay begona, notanish insonlar tomonidan Allohning bir ne'mati o'laroq hurmat va izzat, e'zoz va qadr topishdi. Endi bemalol tinch xotirjam ibodat qilish imkoniyati yaraldi.
Makkadagi kabi namoz o'qish uchun xilvatroq joy qidirishga to'g'ri kelmas. Mushriklar ko'rib qolmasaydi degan hadik bezovta qilmas edi. Qayerga borilsa, qayerga qaralsa, chehrasi gulgun, yuzlaridan iymon va samimiyat nurlari porlab turuvchi insonlarga duch kelinar edi. Makkada iymon keltirish ayb, gunoh, jinoyatdek bir gap bo'lsa, bu yerda iymon keltirmaslik ayb va gunoh edi. Makkada musulmonlarga jabr va zulmlar yetkazilgan bo'lsa, bu yerda islomga kirmaganlarga zarracha ozor berilmas edi. Jahannam hayoti tugagan, jannat hayoti boshlangan edi go'yo. Maysazlar uzra saf tortib jamoat bo'lib namoz o'qiyotganlarni ko'rgan ko'zlar yoshlanar. Allohim shukrlar bo'lsin, bizni shu kunlarga ham yetkazding der edilar. Bir paytlar chidab bo'lmas azob uqubatlardan shikoyat qilish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelgan, yaqin kelajakda San'o shahridan Hadramutga qarab yo'lga chiqqan kishilarga qo'ylarga hujum qilishi mumkin bo'lgan bo'ridan boshqa hech narsa xavf solmaydi tarzida javob olgan Habbob ham mana endi osoyishta hayot kechira boshladi. Tanasiga qizirilgan temirlar bosib ayovsiz azob berilgan Ammor ham qarzingni oxiratda olarsan deya kinoya qilingan Os ibn Voil ham endi tarixda qolib ketgandek. Bundan buyon Yasribda faqat musulmonlarning so'zi o'tar, aytganlari bo'lar edi. Bu orada Abu Bakr roziyallohu anhu ham izn so'rab keldi. "Yo Rasululloh, do'stu birodarlarim birin-ketin hijrat qilib Yasribga ketishdi. Menga ham ijozat berasizmi?" "Shoshmay tur, yo Abu Bakr. Alloh taolo senga yaxshi bir hamroh berishini umid qilayotirman." "Yo Rasululloh, siz bilan birga?" "Ha, yo Abu Bakr." Hazrati Abu Bakr o'zida yo'q xursand bo'ldi. Shu kundan boshlab uydagi eng zotdor 2 tuyani alohida samura daraxtining bargi bilan boqishga kirishdi. Bundan buyon hatto erkin nafas olib ham bo'lmaydigan bu muborak shahardan bir daqiqa bo'lsa-da oldinroq chiqib ketadigan kunlarni intizorlik bilan kuta boshladi.